Assalomu alaykum, Esma Brand kanalına Kadir Baland Kadirli obunaçıları. Bugünkü günleriniz hayırlı ve bereketli olsun. Bugün 2026 yıl 14 aprel günü köpçülükün talep desteklerine bilen 4 yıl Giper Optima gelimiz. Hava Canapa'nın dükkanına şimdi zor yengilikler ekkerler. Hava Canapa özü akşam Taşkent'ten gelirler. Acayip yengilikler var. Xuda koldan genç abdur etip verse hareket etemiz. Adresimize gelelim adresimiz Karakapakistan Respublikası 4 yıl Tümen 4 yıl Devlet Hizmetler Merkezi'ni Pesinde Eko Bazar var. Ben taraftan gelirlerinize 5 etaj banisa bayna 5 etaj banisa şifre görüktürdü. Şundan geleverişte 10 kolda buladı. Ben taraftan gelirlerinize 380 yolundan gelirlerinizde çap kollarınızda Eko Bazar buladı. Şu Eko Bazar'ın içinde buladı dükkanımız. Devlet Hizmetler Merkezi yegane derseni Pesinde buladı. Xuda xalasa chiroyli qilib obzor etib berishga harakat etamiz. Videomizni boshlashimiz oldin har doim videolarimizni like'larni bosib, do'stlarga yuborib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirsangiz, manfaatli video bo'ladi deb umidamiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmanglar. Shu birinchi aylanmadan chapga kiramiz va birinchi emas, ikkinchi do'kon bo'ladi. Sırta ayak kiyimlerini çıkarıp kurttu. Yine şu dükkan buladı. Ben tarafımız başka biznes egeleri fakat bize şu dükkanın obzor etiş için gelimiz. Xuda xalasa like'larını basıp, kommentariyada öz fikirlerinizi yazıp kaldırıp, kanalımıza yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Tabriklarga kerak bo'lsa bemalol murojaat etaverasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum, Xazafa. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat, o'z yaxshimisiz? Yangiliklardan boshlaylik. Yangilikdan ko'p kommentariya yozar edilar. Sarafanda. Endi sarafanni har xil birini aytib keldik. Qarang. Xalosa elde gulli, gulsiz. Jinsini ham hozir birginasini qistirganlar. Jinsidan eldining modalari o'zgaradi. Rasvetkalari bor. Rasvetkalari bor. Bularning ham hali rasvetkalari bor. İçining koftalari qo'shib beriladi o'zi bilan birga. Bahosi 150 ming so'm. 150 ming so'mdan beraveramiz. Koftasi bilan birga. Ajoyib. Qaranglar, eberlarida bel bog'lari bor. Berimin nepkelerimiz bemalol giysa bo'ladi. Yine xalosalar beri yopiq. Xalosalar endi baylanadi ullari, ben tarafdan rasvetkalari va bemalol gelip giyib ko'rib xarid etib ketsangiz ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Iloji boricha minnatik ko'rsamas screenshot etib kelinglar. Shu yerdan topib bering menga deb. Shunda yanglish bo'lmaydi. Bemalol gelip xarid etib ketaverasizlar. Narxi 150 ming so'm. Dostavka xizmatimiz yo'q, faqat optimchilarga dostavka etib beramiz, pochka g'allara. Ben tarafta do'ykamiz. Materiali Xitoy. 2 günün özünde satıp tasarlar. Bugün talep isteklerine binaen bundan yine Bahosi 150 ming so'm. 150 ming so'mdan. Materialni tutib ko'ringanlar, yozgi narsada. Buni o'zi birinchi partiyasidan ko'r o'rangan qizlar oldi. Ro'mol bilan o'rangan qizlar. O'zi bilsangiz 3 kun oldin obzor etib ketyapman. Taptakir bo'ldi. Yana ham rasvetkalari bor, razmerlari bor. Gelib giyib ko'rib xarid etib ketaverasizlar. Bahosi 150 ming. 150 ming so'm. Yubkalar ham uzun bo'lib turadi. Uzun turadi. Arkasi ham mana bu koftasi ham arqani ham yopadi. Polning koftasini boshqa bir chalvorlar bilan, boshqa bir yubkalar bilan giysalar ham zo'r bo'lib turadi. Bemalol gelib giyib ko'rib xarid etaverasizlar. Qarang, yubkalarimizda bir dim ko'p keldi. Bahosini 130 mingdan qo'ydik, hammasini bahosini. Atlaslari 75 ming so'mdan qo'ydik. Atlaslar 75 ming so'mdan. Atlaslar 75 ming. Qizili, tigri, rasvetkalari bor. Ha, keyin ina bu ikkalam 75 ga qo'ydim. Siz ipga toza ina. Qarang, tutib ko'ringlar. Materialni ko'ring. Lion material. 75 ming so'mdan qo'ydim. Rasvetkalari bor. Mana mavoshnilar ham bor. O'zimning beli rezinli ina. Hammaga ketaveradi. Boshim erkaklarimiz ham bemalol giyib ketaveradi. Arkasi tortiladi, ina. Ajoyib zo'r. Material ham zo'r. Kurtishkilar kelgan chiroyli shular bilan giysa вообще chotki turadi. Hozir koftalarni obzor etamiz. Ungacha like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Xullas, ina bu atlasning rasvetkalari bor. Jins yubkalarimiz 150 ming so'mdan. Narxi o'zgarmagan holda. Qarang, endi oq yubkalarning vibrlarini tushiring. Ina bu dim chiroyli ekan. Ha. Shuni olib ko'rsang, oq dim shunday chiroyli. Vecheram ketadigan bu. Bitiruvchilar uchun ina shu kalamaga turadi. Arg'onam ko'rsang. Bir xil atib yeyman desalar Toshkentda olib beradi. Olib beraman, masalan 10-15 sakkiz etsa bir xil atib. Qarang, bahosi 130 mingdan yubkada umuman baho o'zgarmaydi. Jinsilar 150, endi gifyorli koreyskilar 130 hammasi. Keyin endi XB bilan Lion atlaslar 75 dan. Ajoyib. Zebra ko'p. Qarang, hozir bir olsak bir soatlik video bo'ladi bu. To'g'ri, sababi banda dim chiroylilari bor. Ta'riflasha turasiz, kelib ko'ringlar, o'zlaringiz qo'llaringiz bilan ushab, shunday zo'r bo'lsa ekan. Qarang, keyin jinsining ham eldi qoshli, qarang. Bular pryamoy deb aytiladi, qarang.
Bular pryamoy, əldi qaşlı. Yine bular gifyorlu. Bunu başım erkepkelerimiz hem boladı bemalal. Sebep razmerleri bablarının. Yine bu dün başım erkeğini. Şimdi zor duradı. Yine cinsi hem yupka cinsi bu. Bu bilen imun farkını görün yani. Cinsilerden Vibra köp degende. 150 min so'mdan cinsiler var. Ajoyib. Yine bellar rezinka bo'ladi. Başım erkepkelerimiz hezzatib yerler. Gelip xarid ketaverasizlar. Qarang, troyka 3 xil narsa, materialni o'zingiz tutib ko'ring. Men maqtasam bo'lmaydi. O'zi buni maqtash shart emas, o'zi aytib turibdi ish material ekanini. Troyka 3 narsasi bilan bahosini 150 mingga qo'ydik. 150 min so'mdan. Ha, bu uzunroq varianti, ina bu korotkий varianti. Bu menimcha muslim tovar deb aytilsa kerak. Adashmasam materiali shunday o'xshab turibdi. Sababi ya pepelarga yediradilar-ku, tanasini darlatib bermaydi deb, botmaydi deb. Shunday narsa bo'ldi. Shunday tushuntirib olingda. Narxi ikkisi rasman uzundan kaltasidan varianti 150 ming so'mdan narxi. Ajoyib. Buni endi atirgillari bor, xalosasiz olib qo'ysangiz bo'ladi, xalosasiz o'zlarining. Keyin buni koftasini ustini boshqa chalvorlar bilan kiysangizlar ham bo'ladi. Mana bu chalvorini boshqa koftalar bilan kiysangizlar ham, futbolkalar bilan kiysangizlar ham shunday chiroyli o'ranga kiysangizlar dim zo'r narsa, lekin zo'r yangilik bo'ldi bu. Kelib kiyib ko'rib. Ranglari bor. Hali hozir bir 2 xil qistirganmiz-ku. Bular hozir 5-6 xil ranglar bor. Almashtirib olaveradi-da, kimanchik rang bo'lsa. Hali pachkida ochilgan, bugun azonda keldi yuklang. Keyin men ham kommentariyada yozadi birovlar, g'ijimini utik bosib keyin qo'yinglar. Vaqt yo'q bizlarda uni birma-bir utiklar. Odam ko'p, hoziramiz. Qizlar yetishmindiribdi. Ketaverasizlar, xudo xolasa. Qarang. 3 xil narsa, endi aldalarına kisalar qo'yib ishlangan material lion. İçinin futbolkalar ham o'zi bilan birga qo'shib beriladi. İçinin futbolkalarining ham yenglari uzun. Bahosi 150 ming so'mdan qo'ydik buni. Ajoyib, 150 ming so'mdan. Bu rasvetkalar yana ham bang ochilmagan. Hali ochilmagan ham ba'zi prosta video cho'zilib ketmasin deb biz 4 xil rasvetkani qo'ydik. Ajoyib narx. Bemalol g'ijimli kanat negativ bo'lmasin. Vaqt bosib kelaveradilar. Og'ayga hozir pachkida ochib turibdilar. Hali odamlar ham ko'rmadi buni. Birinchi bu. Men sizlar uchun obzor ochib berdim. O'zim Instagram'dan ham qo'ymadim hali. Kelib xarid ketaverasizlar. Birdan like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirib kelaverasizlar. 150 ming so'mdan bular klassik variant, koreyskiy narsa, qaranglar. Buni bitiruvchilar ham shuni dim ko'p olib turibdi. Fotosessiya dim zo'r turadi ekan. Skidka bahoda 150 mingga qo'yganmiz. 150 ming so'mdan 2 xil narsa bang mana. Qaranglar. Keyin buni optimum oldirib berasang bitiruvchilar. Qaranglar, shunday chiroyli bo'lib turadi, lekin dim akkuratli narsa ekan. 150 ming so'm. 150 ming so'mdan ajoyib. Remillar ham boyni. Xalosalar remillar olib tashlab ham kiysalar bo'ladi. Koreyskiy dvoykamiz yana modasini qarang. Bu ishlab chiqarish emas, yaqalarini yandan oling, dim xushro'y narsa, yaqalarini qarang. Gifyorlar dim zo'r etib ishlangan. Dim chiroyli ekan, haqiqatan. Shu o'zim yoqib turibdi hozir. Evlar ham jimchuqlar qo'yilgan, pastlar ham akkuratni klassik etib ishlangan. Bahosi 100 ming so'mdan qo'ydik. 100 ming so'mdan berib beramiz buni. 100 ming so'mdan ekan. Ajoyib. Modasini qarang, dim akkuratni narsa. Dim chiroyli ekan. Screenshot etib kelsinlar, o'pishayotib. Neyse bo'lib turadi yo'q. Zo'r narsa. Materiali shunday zo'r qo'yarasizlar buni. Qaranglar, tanaga bir yoqadi materiali. Narxi 100 ming so'mdan eng. Kelib xarid ketaverasizlar. Ha. 1 ming. Qarang, dvoykamiz. Bahosi 100 ming so'mdan. Qizlar 75 ming so'mdan skidka qo'ygan dvoykamiz. Pastlari qaratib ishlangan. Pastlari materiali ne? Xıbı. Pişiradigan Singapur emas-da bu. Ajoyib. Haqiqatan. Yenglikini qarang. Shunday zo'r bo'lib. Lekin standart razmerda. Ha, standart bo'ladi. Bahosi 75 ming. Shundan boshqa gapgalarimiz bo'ladi o'xshaydi. Bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yilni ko'rinib turibdi, katta ko'rinib turibdi bu. 75 ming so'm. Rasvetkalardan muammo yo'q. Biraz 2 xil qistirganmiz. Bular svetimi chiqadi, prosta vibra ko'p, ranglari o'zgaraveradi. Bahosi 75 ming. Narxi o'zgarmagan holda ranglari o'zgaraveradi. Kelib xarid ketaverasizlar. Hammangizni 4 yilga berib bunda kutib qolamiz. 5 ming so'mlik variantlarimiz. Xitoy bular. Topik deb aytiladi. Endi qoshlarni qarang, yandan olgan. Hammasi ish xatardagilar 75 ming so'mdan. Üstüne giysi koyduğumuz renklari bor. Xalosalar однотонный, hech narsasi yo'q variantlari yine. Kapital bağlanadi, sepochkalari bor. Eldan nasıl dangılmayın kaptı. Hammasi 75 ming so'mdan, yine bir yandan bor. Bular koreyskiy ko'rinib turibdi. Yuqoridagilar ham shu. Yuqoridagi inabular qarang, toza geldi. Elsizde koymadık. Bunu bular 50 ming so'mdan koyduk. Ular ham korotkiy narsa. 50 ming so'mdan ajoyib. Hali qısırma renkleri köp hozir. Ben de yine 50 ming so'mlik. 50 ming so'mlik en Yok bu 60'lık. 60 ming. Yine 50'likleri qarang ko'rsatayım. Hoşlar narsa beklegan. Şunun renkleri bu yine. Svet ham yo'q, alashtirma etmaysizlar. Sal qarangroq bo'lib turibdi.
Dim chiroyli ekan. Rasvetkada muammo yo'q. Kelib, yeyib ko'rib, xarid etib ketaverasizlar. Bundan bir dım köp, şanaların dım köp azı karangada tapalmayam durmuş bundan. Kelib, xarid etaverasizlar. Karang, uzun göйnek, orangan kızlarımız ham dım zor duradi. Materialı yine Lyon. Вечер ham ketadi bu. Agar ya bitiruvchi o'rangan qizlar bo'lsa ham, ular ham ketaveradi buda. Zo'r narsa ekan lekin. Necha so'm bahs? 120 ming so'm. 120 ming so'mdan ekan bahs. Ajoyib. O'zimning ham yodimdan chiqadi. Narsa ko'pligidan. Bizga ko'p haqiqatda yuk kelgan. Ertaga xudo xolasa yana ham sizlar uchun obzor etamiz. Like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Sababi hozir svet yo'q ina. Fanarik turibmiz, shundan avval. Qarang, ina bu narsa dim niya beshli narsa. Qarang, bu yupka emas, hozir yupka o'xshab turgan bilan bu shalvar bu ina. Shunday yoqdi, shunday zo'r. Materiali qudim hazir. Koreyskiy bir ishlab chiqarish emas, 5XL razmeri. Buni hozir men videoda sizlarga nechik narsa ekanini tushuntirib bera olmayman. Sababi o'zlaringiz kelib ushlab ko'ringlar. Buni materiali shunday zo'r, tanaga shunday yoqadi. Bo'shqina. Bori yo'q bilinmaydi, hasatib kelsizlar, davlatmaydi istidan. Bahası 100 ming so'mdan. Agar buni razmerlari bang, onajonlar zap bersanglar, ajoyib duo etib kiyib yuradi lekin haqiqatda. Bular 100 minglik. Qarang, ina bu narsani qarang, yaqalari shunday akkuratni etib ishlangan. Yanında bel bog'lari ham bor, bahasi 100 ming so'mdan. Materiali shtapl. Ajoyib lekin haqiqatdan. Buni rasvetkalari bahali, meniki yetishmaganligi sababli ikki xilini chiqarib ko'pmiz bu yerda. Bemalol kelib, yeyib ko'rib qaytarsanglar ham bo'ladi. So'ranglar, screenshot etib iloji borincha shunda to'pbat biladilar. Bemalol kelaverasizlar. Bir-biriga yezaveramiz endi. Qarang, bu poplin bu. Duyim poplin. Bahasi 100 ming so'mdan. Qarslar bilan ishlangan 100 ming so'mdan. Bu razmerlarda qiz adashmasam. Nechagacha? 56 gacha razmerlar bor. Boshim erkaklarimiz ham xafa etdimiz endi. Xudo xolasa kelib kelaversa, bu yana men girishib ketmaydi. Men shuni tushuntira olmaydim. Shu turibdi. Yana bu yo'g'a vaqti girishib ketadi deb o'ylaydilar, adashasizlar. Yo'g'a vaqti girishmaydi. Ajoyib buni material. Kelib, xarid etib ketaverasizlar, xudo xolasa. Hammangizni 4 yilga peroptimda kutib qolamiz. Ham ranglar bor. Qarang, yubka kofta bu. Pasini yubkasi ham keng turadi, yana qarang. Bosh merkalari bo'ladi. Xolosalar yubkani, koftani giz, ichidan yubkani ichidan tiqib, xolosa chiqarib qo'yadilar. Ikki xil rasvetkada. Bahosi 130 mingdan. 130 ming so'mdan. Ajoyib. Bir yubkani pulini bir do'yga yeyib kelsanglar bo'ladi. Yeperoptim nimalarda har doimgidek bemalol kelib xarid etib ketaverasizlar. Ajoyib. Material shunday zo'r lekin bu. Qarang, 150 ming so'mdan dim chiroyli narsa, kisalarni qarang. Ya beshni etib ishlangan koreyskiy. Faqat shu rasvetkasida bor, boshqa rasvetkasi yo'q. Buni qarasi boradi, reklama qo'ymayman, buni tugab ketdi. Bahasi 150 ming so'mdan. 150 ming so'mdan. Bu arkani yopib turadi, polni ajoyib narsa bu. Giygan vaqti bo'shgina bo'lib turadi, yep-yengil, ajoyib. Narxi 150 ming so'mdan. Kelib xarid etib ketaverasizlar. Ko'radi yana. Qizlar qaranglar, ana bu do'ykilarimizni вечерний do'yki bo'ladi bu. Narxini 150 ming so'mdan ko'p berajaklar. Qaranglar, buni 150 kini. Shunday zo'r. Hozir qarangi bo'lib turgan, sal obzor etish qiyinroq bo'lib turibdi, lekin qo'ldan kelgancha ko'rsatishga harakat qilib turibmiz. Qaranglar, mana oq rasvetkalari ko'p hali. Ajoyib, mana materiallari ham zo'r. Kelib, bemalol kiyib ko'rib xarid etib ketsanglar bo'ladi. Qaranglar, mana shunday chiroyli etib ishlangan. Narxi 150 ming so'mdan вечерний ko'ylak etib, masalan, bitiruvchilarimiz ham ko'proq olaman desa, bir xil etib kiyamiz desalar ham bemalol murojaat etsalar bo'ladi, oldirib beradilar. Qarang, endi deb ko'rsataman, screenshot etib kelsanglar bo'ladi. Bemalol. 100 ming so'mdan skidkaga qo'ygan kiyimlarimiz. Qaranglar, chiroyli. Ina shu narsani 180, 150 sotib turibdilar. O'zi biladilar, neda sotadigan. Lekin biz 100 mingga qo'yganmiz. Boshimir kabi 56 ga dollar ham bemalol bo'ladi skidka bahada. Bu yana o'tamiz. Kofta yubka 2 xil rasvetkada kelgan, bahosini 150 mingga qo'yganmiz. 150 ming so'mdan qo'yamiz. Dam tarafi Xibi, mendan dim ko'p xibi so'raverdilar. Yana uzun turadi, qarang. Dizada o'tib turadi polni. Xibilarni narxi 100 mingga qo'ydik. Ajoyib. 2 xil xibi, qarang, mana maydasi bor. Ina bu sal однотонныйroq. Kelib, kiyib ko'rib xarid etib ketaverasizlar, xudo xolasa bemalol. Ham zakaz etadi, arkasi sadapli bo'lsin deb. Ichlari maykali, svetlardan xo'sh rasvetlar ekan. Qarang, salat TV, rozvi. Bahosini aytmabman, bahosini 75 mingga qo'ydim. 4 yilga peroptim, sevgan narx 75 ming so'mdan. Даже akam bor edi. Prosta tak bir utik basib yeyaverasizlar. Sababi hozir ina pachkira ochdilar, yani qog'ozlar ham yotibdi bu yerda. Hozir pachkira ochdilar. Kelib bemalol kiyib ko'rib xarid etaverasizlar. Bular Xitoy bo'ladi. Bunda yana nelari bor. Bemalol kelib xarid etaverasizlar. 75 mingdan keyin qarang, ina bu variantlar, ama svet yo'q. Oqshom videoda obzor etib berdik. Obzor etdingizmi? Qarang, chiroylikmi, qarang.
Shunday zo'r bo'lib turadi, yeygan vaqtlaringizda ajoyib trendda bu narsalar. Kelib yeyib ko'rib qaytatarasiz. Yaqinlar videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, birdan like'larni bosib, do'stlarga yuborib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirsangizlar, shunday manfaatli videolarni chiqarishda davom etamiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Yetkazgan vaqtlaringiz rozi bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tibor uchun rahmat. Ertaga xudo xolasa kosmetikalarimizni obzor etamiz. Sababi hozir videomiz do'ykilarimiz ham, kiyimlarimiz ko'p, yuklarimiz ko'p ekan. Svet yo'q yana, ko'rib turalaringizdan. Hozir fonarikda obzor etib turibman. Xudo xolasa ertang svet bo'lsa, yana ham obzorlarni chiqarishda davom etamiz. Shu asosida like'larni bosib, kommentariyada qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Kanalimizda yangi bo'lsangizlar, obuna bo'lib qo'ysangizlar, shunday manfaatli videolarni chiqarishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tibor uchun rahmat hammaga. Tabriklar kerak bo'lsa, bemalol murojaat etaverasizlar.